ishga tushirilayotgan loyihaligi bilan ahamiyatga molikdir. Shunday korxonalardan biri Koreya Respublikasi investorlari ishtirokidagi professional ovoz kuchaytirgich jihozlarni ishlab chiqarish loyihasi sanaladi. 31 yildan oshiq tajribaga ega kompaniya O'zbekistonga akustika, ya'ni kolonka, mikrofon, mikser va pult ovoz uskunalarini ishlab chiqarish jarayonida faoliyatini boshladi. Bu ya'ni O'zbekistonda birinchi marta mahalliylashtirish va prezidentimiz ta'kidlagandek importni qisqartirib, eksport salohiyatini ko'paytirish maqsadida ochilgan kompaniya. Bu Koreya O'zbekiston media texnologiyasi kompaniyasi bo'lib, bo'sh ish o'rinlarini yanada oshirish, jahon miqyosidagi texnologiyani olib chiqish maqsadida bo'lyapti. Joriy yil avvalida ishga tushirilgan mazkur loyiha orqali bugungi kunda yurtimizning bir nechta ma'ruzalar, konsert va konferens zallari sifatli ovoz kuchaytirgich moslamalar bilan jihozlandi. Asosiysi mazkur korxona bosqichma-bosqich 100% mahalliylashtirish dasturi asosida ish boshlagan. Toshkent viloyatining sal uzoqroq bo'lgan hududida ishlayotganim sababli yo'l-kira, tirbandliklar sabab vaqt yo'qotish, borib kelish uchun qiyinchiliklar tug'dirgan. Hozirda o'zimizda shu texnoparkda ochilgan shu korxona ancha qulaylik yaratdi. Oilalardan mamnunmiz. Uyimizga juda ham yaqin. O'zimga yoqqan yo'nalish bo'yicha ishlayapman, marketolog bo'lib. Kelajakda ham shu sohani rivojlantirib, shu O'zbekistonda mahalliyashtirgan holda audio uskunalarni xalqqa taqdim etishga harakat qilamiz.